Lekşemizin devamı hürmetlik vatandaş. Yukarıda ne dedik şundak? Gayri, yani yeni başka bir xil şekilde cinsi zo'ravonlik, hatta cinsi farqla zo'ravonligi ne yo'lga qo'ydi. Nəhayət zor miqdarda hökumət xalagancha nazarband qilgan kishilar jismoniy jazoga uchradi. Ziyonkashlikka uchradi. Jumladan majburiy emgakka majburlash, diniy e'tiqod erkinligining, so'z matbuot erkinligini va harakat erkinligini qattiq cheklash qatorliqlar. Çünkü Kompartiyasının adamның ishki a'zolarini kesib elishi doklad tomonidan ko'rsatildi. Ba'zi faoliyatchilar va tashkilotlar Çünkü Kompartiyasi adamның ishki a'zolarini kesib oldi. Jumladan Şinjan'da, yani mustamlika Uyg'uristonda nazarband qilingan Uyg'urlarning jigari böreklerini kesib oldi. Falungonchilarning jigar böreklerini kesib oldi deb ayıplendi dokladda. Demokratiya kishilik huquq qo'shimcha emgak ishlari mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Barclay doklad e'lon qilish yig'inida davlat mahkamasi qanday tadbir qo'llanib yuqorqi kishilik huquq qilmishlarini cheklaydi deb so'ralgan savolga javob berib mundaq ko'rsatdi. Çünkü Kompartiyasining ishki a'zolarini kesib elib setish savdosi kishilik huquq tashkilotining izchil kishilik huquq dokladini kechiringlar. Kishilik huquq dokladining izchil bir qismi bo'lib keldi. Biz bu masalaga nihoyat keng kishilik huquq va odam atkashchiligi masalasi sifatida diqqat qilamiz va muomala qilamiz deb javob berdi yordamchi davlat ishlar kotibi. Kishilik huquq dokladida, yani Jungo Kompartiyasining ishki a'zolarini kesib elish to'g'risida yaqindagi yangi paketlar alohida tilga olindi. 2022 yılı 4. ayının 4. günü Amerika'da ishki a'zolarini ko'chirish jurnalida bir parça kasbdoshlar muhokamasi tadqiqot obzori e'lon qilinib, bu obzorda mundaq ko'rsatildi. Jungo Kompartiyasi o'lib ketganlar hadiya qilish prinsipi xiloflik qildi. Yani ishki a'zolarini kesib elishdan avval ishki a'zolarini hadiya qilg'uchining o'lib ketganligi e'lon qilinishi kerak degan prinsipga xiloflik qildi. Talash tartish ichidagi yuqumliq virusni nolga tushirish siyosatimi kishilik huquq dokladiga kirgizildi. Dokladda o'tgan yilning oxirida, yani 11. ayının 24. günü Şinjan Ürümçi şehri, Uyg'uriston Ürümçi şehri, mustamlik Uyg'uristonda yuz bergan o't opdi ve oq qog'oz inqilobi tilga elingandan boshqa Shanxayda qamal qilish ve zor ko'lamda ayrimxonalarga nazarband qilish qilmishlari bu qatimki Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining 2022 yillik dokladida kishilik huquq dokladida tilga olindi.